Eng qizig'ini aytamiz. Xullas bizani o'tkazmayapti bu yerdan. O'tkazmayapti. Orqaga qaytasan boshqa distansiyaga borasiz. Sanda otdi, bu yerdan o'tmaysan, boshqa postdan o'tishing kerak. Orqaga qaytyapti. Oka? Nima bo'pti? Bilmayman uni. Mana shunda ketsa ketdik-a. Ketmaylik. Mana shunda avtomatni otib qoldi. shunda ketsa ketdi-da orqaga, anaqaga, Gretsiyaga. Shunda boshqa postdan kirib ko'ramizmi endi? Abdurahmon akam bilan suhbat qilayotgan xodim, "Haq ketyapsan. Amerikaga ketyapman." Yoqmadi unga. Yoqmadi shu gapingiz, aka. Nimagadir sirazi o'zgarib qoldi-da. To'xta dedi. "Sen nima kichkina chegaradan o'tyapsan? Nima kichkina postdan o'tyapsan? Nima kattasidan o'tmayapsan?" Shubhalandi sirazi. Davay orqaga qayt dedi. Mana orqaga qaytamiz endi. Boyagani dezinfeksiya qiladigan joyga keldi yana. Endi dezinfeksiya bo'lib Turkiyaga kiramiz.